sifati quality bo'lsin, narxi Yangiobod tikidagi bo'lsin deb xaladinni qidirayotganlarga. Bor shunaqasidan. Bir emas 6 ta xaladinning hammasi yangi upakovkada bo'ladi, garantiyasi bilan beriladi. Shu 5 ta lo'ni bo'yi 145 sm-lik, endi 55 bo'ladi. Shunisini bo'yi 185 cm, endi 60 bo'ladi. Hammasida 3 yil garantiya beriladi. 6 ta xaladinning 5 tasi Xitoyda ishlab chiqariladi. Bitta shu bejli rangligi Turkiyada chiqadi. Xaladinlarning brendi Beston, Immer, Beston brendiniki asl narxi shularni $450, $280, $220, $220, $210, $190 turadi. Abzada bo'lsa yarim narx. Ko'p gapirmasdan, ichi qizdirmasdan narxini ayta qoldingizlarmi? Hozir aytaman. Kamchiligini ham aytib o'tib ketaman. Soni bir donadan, qatlardadir nizachitiniy повреждениялari bor, lekin ishlashiga aloqasi yo'q. Burchaga ezilgan, Ukrainada xizmat qilgan, shunisini pachog'i kattaroq ekan, alohida narx qo'yamiz. $299, $149, $139, $135, $129, $99 qilib beriladi. Bunaqa narxlar faqat va faqat bizning Telegram va Instagram kanalimiz obunachilar uchun beriladi. Sotuvchining nomeri bugun soat 17:00 da Telegram kanalida qoldiriladi. Telegramga o'tib, podpiskani bosib, hushyor tursanglar, o'zingizga yoqqan xaladiningni bemalol sotasizlar bo'ladi.